Mashinkani shovqini boshimni ortib oldi. Kechasi bilan chiqir qilib shu chiqillatgan. Buni ovozini qachon o'chirasan deb muammo qiladigan erkaklarimizni yechimini topdik. Do'stlar, eng zo'r, eng yaxshi yumshoq tikadigan tikuv mashinani olib kelib qo'ydik. Ayollarimiz endi mazza qilib, kechasi bilan tikuv qilib, ya'ni mashinkadan foydalansa bo'ladi. Aynan sizga Shangon brendini yangilangan 60 yilligiga bag'ishlangan avtomat tikuv mashinamizni olib kelib qo'ydik. Shu bo'yicha ma'lumotlar berib boramiz. Mashinkamizni yumshoqligini sababi ushbu mashinkamizni moyi o'zini ichida turadi. Ya'ni mana bu yerdan moyini borini, yo'g'ini, ya'ni oz kamligini ko'rsangiz bo'ladi. Elektronik tablosi mana ko'rib turganingizdek bolalardan qulplab ham bekitib qo'ysangiz ham bo'ladi, ochsangiz ham bo'ladi. Tezligi zavod standarti bo'yicha 4,5 ming tezlikda turibdi, lekin 4,5 ming tezlik ham asli zo'r. Hozir men sizga mana bu yerda materiallarni har xilini olib kelib qo'yganmiz. Qalin material va mana pastelda materiali, yubqa mana bunaqa material bor, pardaniki va ham bunaqa setkalar bor. Bularni ham tikib tekshirib beraman. Mashinkaning ovoziga o'zingiz e'tibor berasiz. Birinchi o'rinda men sizga qalin materialni tikib tekshirib beraman. Qalin materialga mana materialni qo'ydik. E'tibor bergan bo'lsangiz, lapkani ko'targaningizda ham ovozi pastroq va ichidagi detallar hamma yo'q almashgan. Zakribga berdi. Hali moy quymaganmiz. Mana yondan ketyapti. Endi brend ko'k bo'lganligi uchun biz aynan ko'k ipdan foydalandik. Mana orqa tomondagi sariq chokni ko'rsangiz bo'ladi. Mana shu sariq chok. Shu mashinkamiz tikkan choki. Endi hozirgi kunda aynan gastinisalar ko'p ishlatayotgan mana bu XB materialimiz Strapsatin. Buni ko'pchilik biladi. Buni ham tikib tekshiramiz. Qo'ydik materialni. Mana boshida o'z zakribga berdi va tikish jarayoni. Yumshoqligini qarang. Aytganimdek, hali bu mashinkamizda mana bu zakribkalari moy quyilmagan. Mato tanlamasligi, yumshoq ishlashi bo'yicha mana orqa tomondagi choki va oldidagi choki. Tekizligini, hamma yo'g'ini qarang, juda ham zo'r. Yana bir narsani eslatib o'taman, do'stlar, hamma mashinkani choki 5 mm bo'lsa, buni choki 6 mm. Bu parda materiali. Endi bu material ham injiq desa bo'ladi. Buni ham tikib ko'rsatdik mana. Ko'ring, boshida oxirida va zakribga beryapti, orqa tomondagi boshqacha ip qo'yganmiz. Endi setka material. Bunaqa setka materialni menimcha o'zi hech kim tikmaydi. Mana даже ko'rinmayapti ham qo'limda. Men 2 qavat qilib turib bitta tikib ko'ramiz. Test rejimida. Buni ham tikadim yo'qmi degan do'stlarimiz uchun foydali video bo'lib qolishi. Qo'y. Yo'q. Ya'ni havoni ham tikar ekan. Havoni ham tikadi desak bo'laveradi. Mana setkani ham tikdi. Juda ham yupqa material, salga yirtilib ketadi. To'g'risini aytaman, bu bozordagi eng arzon setka. Salga yirtiladi, hattoki mashinkani tishi ham kesib qo'yishi mumkin. Bu mashinkamizga qo'yilgan qo'shimcha narsalarda boshqa mashinkalardan farqini tushuntiradigan bo'lsam, bu mashinkamizni mana bu igna oralig'i 30 sm. Boshqalaridan farqi bu uzunroq va mana bu yerda knopkalari bor. Bu knopkalari deylik choki 5 mm turgan bo'lsa, buni bossangiz 2,5 ga tushiradi, mana bossangiz 1,25 ga tushiradi. Sirazi chokini mayda qilib beradi va o'sha sanab tikish funksiyasi igna pastda qolish, tepada qolish degandek va zakribga xuddi mana bu yerda o'zini bosganingizda zakribga beraveradi. Tablolari elektronnik, eng oxirgi pokoleniya, tsvetnoy, rangli. Bu yerdan komandalarni berib, ya'ni boshqaruvlarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Va mana bu yeriga yana bir narsa qo'yilgan, boshqa narsa. Bu boshqa avtomatlashgan tikuv mashinalarida deyarli bir 80-90% da yo'q. Aynan ushbu tikuv mashinamizga qo'yilgan. Bu nima ish vazifasini bajaradi desiz? Pedalni orqasini bosganingizda ignadagi ipni oson o'chish uchun mana bu yerdagi mexanizmni harakatlantiradi. Mana bosganingizda orasi ochiladi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, xuddi shu vazifani bajaradi va mana bu yerda endi elektron qismi bor, blok bor. Bu yerda o'sha platalar joylangan. Bu platalar ya'ni bu mashinamizni aqlli, umniy, ya'ni smartligini bildiradi. Smart degani endi aqlli degani. Bu tomonda elektron qismiga plata va motor kiradi. Motorining yoniga ham hattoki zavoddagi logotiplar mana bunday qilib yozilgan, Shangon yozilgan.
Moshinka haqiqatdan zo'r, mazza qilib foydalansangiz bo'ladi. Moshinkaning narxini aytmaganimiz sababi narxlar o'zgarib turganligi uchun pastdagi nomerlarga telefon qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Tikuv sexi bor insonlar yupqa, nozik materiallar tikishda qiynalayotgan bo'lsangiz yoki ko'p qavatli uyda turib, aynan tikuv mashinani ovozidan ishdan kelgan mahalda qo'shnilar eshitib qolmasin, qo'shnilarga noqulaylik bo'lmasin, aziyat chekmasin qo'shnilar, men tika olmayman degan do'stlarimizga aynan ushbu mashina to'g'ri keladi. Buni olib foydalansangiz, hattoki siz foydalanayotgan xonadan yonidagi xonaga ham eshitilmaydi ovozi. Ovoz yumshoqligi bo'yicha yana magazinimizga kelib, xuddi siz o'zingizda mana bunga o'xshagan har xil turdagi matolar bo'lsa, matolar bilan tikib ko'rib, tekshirib xarid qilsangiz bo'ladi. Eslatib o'tamiz, ushbu tikuv mashinamizga 3 yil kafolat beramiz. Ishlashlari zo'r, servisi ham o'zimiz. Ishlashlari yaxshiligiga sabab mana 60 yil bo'ldi chiqqaniga. 60 yildan buyon siz bilan bizga o'xshagan yaxshi insonlarni aynan mana shu qalbidan joy olgan, mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz 60 qo'yib qo'ygan. 65-yili zavod tashkil topgan va 25-yili aynan ushbu Shangon zavodimiz 60 yoshga to'ldi. 60 yoshga to'lganligimiz hisobiga ushbu yangilangan modellarni siz bilan bizga taqdim qilyapti. Alloh rozi bo'lsin xitoyliklardan ham, xitoyliklarda ham ichida yaxshilari bor. Sababi mana bunga o'xshagan yaxshi tikuv mashinalarni bizga yetkazib berishyapti. Biz endi olib sotamiz. Bizdan keyingi ustozlar, ya'ni chevarlar mazza qilib foydalansa bo'ldi. 10 yil, 15 yil, 20 yil mazza qilib ishlatishadi. Sizlar bilan men Nurullo Ro'zboyev, sizlarga foydali video bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi videolarda yana xuddi shunga o'xshagan yaxshi tikuv mashinalari bo'yicha obzor qilishda biz to'xtamaymiz. Bizdan uzoqlashmang va ushbu video uchun bitta like bosib qo'ying.